Hammaga salom do'stlar. O'tgan videomda Valve sklati bilan nima ishlar ro'y berganini aytgandim. Buni yana bir yaxshi tomonini aytmoqchiman bu safar. Bu narsa yangi biznesmenlar uchun, yosh biznesmenlar uchun, endigina platformaga kirmoqchi bo'lganlar uchun juda ham zo'r shans. Maslahat beraman, agar siz shunaqa odamlardan bo'lsangiz, qo'rqmasligingiz, chunki ayni vaqtda hozir juda ham ko'p sellerlar, ya'ni konkurentlaringiz hozir juda ham katta ubitgada, ular даже tavariga ega emas, stabilnosti yo'q yoki bo'lmasa vaqtinchalik ular o'z faoliyatini to'xtatib turgan bir paytda siz kirib, aynan shu vaqtda o'z magaziningizni jonlantirib olib, kuchaytirib olishingiz mumkin. Tasavvur qiling, o'rmonda katta daraxtlar kesilganda mayda nihollar o'sha vaziyatdan foydalanib ko'parichga